Ferujon, senga nima bo'ldi? Sog'lig'imga ozgina muammo bo'lgani uchun ozgina ijodda chekinish qilib turamiz. Ozgina ijodlarni to'xtatib turamiz. Sababini keyin tushuntiraman. Deyishim kutay ko'nadingizlarmi? Mana. Oytijo'lar bu yo'g'i bahor kasalliklarni o'chog'i bu fasl. Ho'li dalina deysiz, ho'li asma deysiz, ho'li shamollash deysiz, antibiotiklardan charchadingizmi? Men sizlarga zo'r yechimini ko'rsataman. Bu lazer terapiya G'ijduvonda ilk bora Malika Sharipova klinikasiga olib kelindi. Bu esa ozon terapiya. Buning foydasini xalq yaxshi biladi. Bu esa hijama, davolash usullari ichida eng tabiiysi. Pop! Barcha kasalliklarga tabiiy yechim G'ijduvon hijama kanalida Shahriyor Ravshanov bilan Aristena klinikasida. Bundan ham zo'rlarini bilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib, pastdagi yurakchani qizartirib qo'ying. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni ham unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Apani o'tirishlariga qaranglar.